bo'lyapti bularda. Nima o'simlikni dezimetriklarda, ha? To'rtburchak o'sha qilib qoldi-ya. Patlarni pastigacha chizamiz. Hamma tushunyaptimi? Nima qilamiz? Hozirgi bu qiz aytib o'tgandek, qo'yamiz. Turpni qo'ysangiz, u strukturasi buzilmaydi. Bugun qilib ko'ring, hali bu turp endi yo'q, hech paxta bo'lib qo'ygan. Turpni mana bunaqa qilib qo'ysangiz, asoslar dala sharoitiga borganda yuqorida pastga qarab nima qiladi? Qo'yadi. Hozir qo'yamiz. Demak, bizga anaqa aytdiki, hozir Zuhra aytdiki, buni qatlamlari nimaga anaqa bo'lib qoldi? Mana bu yerda ozgina qatlamni ko'ryapman, ha? Pastdan yuqoriga qarab o'yib chiqyapti просто hozir. Tak, yuqoridan pastga qaratib, tuproqlarni o'yib tushamiz. Ha? Tuproqlarda har xil holatlarni ko'ramiz. Tuproqlarda biz bilayotgan har xil holatlarni ko'ramiz. Chunki bizni tuprog'imiz ichida yomg'ir yog'ib ekan-ku. Qatlamni yopib qo'yganmiz, ha? O'shalarni so'z tushmadi, lekin biz buni o'ylayapmiz. O'yganimizda nima bilinadi bizga? Miyaga komanda bo'lyapti, ha? Yuqori yumshoqroq edi. Past mana bu qattiqroq qo'limiz bilan bilyapmiz. Biz tuproqlarni ertaga ana bu zichligiga yozishimizga bizga nima bo'ladi? Kerak bo'ladi. Zuhra ikkita bolani tanlab, nariga anaqaga borganda o'sha ikkita bola oldi bizga tuproq namunalarni olib beradi. Qarang, o'ylayapmiz. Qarang, bir xil joylarda tuproq namunasi olinmayapti. Qarang mana. Tuproqni o'ylayapmiz, mana kuchimiz bilan botiramiz. Tuproq zichligini ko'ryapmiz bu yerda. O'z o'rnida hozir pastki qatlamlarda juda yaxshi bilinadi. Qarang, tuproqni demak o'simlik qoplamlari bor ekan, bunaqa joyi ham bor-a bizda. Mana nima deyapti? Bilapur sizda turibdi bilanki, qarasak o'simlikdan qoplanganliklar, ildizlar degan narsa bor. Mana bu. Qarang, yuqoridan pastga qarab, bu bola talaba chiqarib dedi. Hozir boshqa yo'lni ko'rsatamiz. Yuqoridan pastga qaratib nima qilyapmiz? Buni o'yib tushyapmiz, ha? Endi e'tibor bersangiz, mana bu qatlamga kelganda namlik miqdori juda ham oshib ketdi hozir. Chunki kecha bolalar lapatani qoqib nima qildi? Pastga qaratib urdi, ha? Mana qarang, mana bu joyda namlik miqdori juda ko'p ekan. Endi biz Zuhra aytgan joyga yetib keldik. Ha, tuproqlarda mog'orlashgan zang dog'lariga yetib keldik, ha? Ham temir moddasi ko'p, ham mog'orlashgan karbonat tuzlari bor ekan. Mana bular bilapsiz, mana bular. Bular seryoshkalar deyiladi. E'tibor bersangiz, mana o'rinda hozir kimdir yonidan bitta anaqa tashlaydi, uni ham ko'ramiz. Mana demak, ko'rishimiz mumkin. Mog'orlashgan o'sha zang dog'larni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerga kelib, metselli dog'lari ham bor ekan, karbonatlarniki. Chunki bu tuproqlarda salkam pastroqda bo'ladi. Chunki unumdorligi yaxshi tuproqlar. Qarang, qatlam qalinligi rangi qora bo'lib ketyapti. Pastga qarata ketyapmiz, ha? Endi mana balotolashgan holatlarni ko'rishimiz mumkin, chunki buni yon atrofida zovurlar bor. Pastga qarata tushib ketyapmiz, ha? Qora, Mana siz ko'rish uchun beryapman hozir. Qumliroq qatlamga yaqinlashib qo'yamiz. Tinchroq ekan, qayerdan qatlam yumshoqroq ekan. Endi yumshoq qatlam o'z-o'zimizdan bilamiz, yuqori qatlamlar yumshoq ekan. Yuqori qatlamlardan pastga qaratib tushib ketingda, bu oddiy fizika. Bu tuproqning zarrachalari bir-biri bilan agregatlar bir-biri bilan ushlashib pastga qaratib tushib ketib qoladi. Shuning uchun biz pastdan olib kelsak, agar yuqoridan olganimizda namunani, hozir samandar salafan optiga yuqoridan olganimizda yuqoridagi qatlamlar pastga qaratib tushib yopishib qoladi. Shunga asosan nima bo'ladi? Ertaga naloglar to'lanadi. Ha? Albatta buni yonida mana bunaqa metrimiz bor. Nima bo'ladi? Ya bu kuchli emas. Temirni olganingizda mana buni o'nqir-cho'nqir joylari bor, temir shunda anaqani yo'qotib qo'yamiz. santimetr yo'qotiladi. Yaxshi anaqa qilib, yaxshi qaziymiz. O'rniga rahmat. Yo'q, shu turmaydi. Ana boshqa olasiz. Chunki mana bu joyda ariq bor. Mana e'tibor bersangiz, mana ariq bor. Biz mana bu yerdan nimani qilamiz? Qo'yamiz. Mayli? Eng asosiy narsasi shuni olaylik. Mana buni biz demak yetinib qo'ydik. Endi buni nimaga qatlamlarga ajratib chiqamiz. Men qatlamlarda aytib ketaveraman.
zabrsiz yozib ketaveradi. E'tibor bersangiz, tog' tuproqlarga chiqadigan bo'lsangiz, tog' tuproqlarida ko'proq yuqori 0,7-12 santimetrlik qatlam eng to'rqlar tuproqqa aylanadigan vaqtidagi holat bo'ladi. Lekin sug'orma haydaladigan yerlarda e'tibor bering, faqatgina o'sha puluk kirgan joygacha bo'lgan holat bo'ladi. Puluk kirgan joygacha bo'lgan holatda rang bir xil. Boramizda tuproqlarimizni mana yuqoridan tushib keladigan bo'lsak, yuqoridan tushib keladigan bo'lsak, hani bir xil joyda pichoq kiryapti-da, bir xil joyda kirmayapti pichoq. Ha? Zichligi deymiz, boshqa deymiz. Mana bu joyda rangi deymiz. Mana quyosh tushib tursa undan da juda chiroyli ko'rinadi. Demak, biz mana bu yerda tuproqning namunasini olamiz. Mana bu yerga hozir men bir chiziq chizaman. Mana shu chiziq sizga yana ham tuproqning qatlamini ko'rsatib beradi. Nimaga asosan buni qatlamini o'zgartirgan chizganligimizni sizga aytib beramiz hozir. Shu qatlamni oldik. Birinchi qatlamni tuzatib beramiz hozir. Tuzatib beramiz. Mana bularni chizayotganligimiz sababi hozir doktoratimizdan bor. Doktoratimiz buni rasmini ham oladi, maylimi? İsmingizni ham bilmayman. Tak, mana shuni ovolasida ertaga sizga juda maligi bo'ladi. Chiroyli bo'ladi. Mana nima uchun bunday ajratib ketganligimizni sizga aytib o'tamiz. Siz o'sha ajratayotganingiz aqatlan bo'ladimi shunda? Haligi adabiyotlarda yozilyapti, aqatlan deyilyapti. Endi tuproqshunoslar ishlab chiqarishda nima deydi? Haydalma qatlam deydi. Mana haydalaydigan qatlamda bu. Rahmat, tanqid qatlam. Mana buni o'zi joylarda tuproqshunoslar buni joylarda anaqa qilmaydi, bunaqa qilib chizmaydi. Endi men o'tgan yili shunaqa qilib qo'yganimizda rasmga juda chiroyli chiqdi. Biz dunyo tuproq har bir talaba hozir o'zi tushib ko'radi, uni hech anaqasi ko'rinmay qolayotgan bo'lishi mumkin bir tomonlarga, lekin buni juda chiroyli qilib tushirsak ertaga buna javob bermadik siz. Hamma ko'ryaptimi? Rangini berganimizda rangini mana bu yerda ranglarni berib qo'yibmiz, ya. Qora tuproqlar, surt tusli, qo'ng'i, jigar rang, sariq, dudsimon, ko'k rang, oqim turk rang, tusi, och tus, to'q tus deb yozib ketgan. Mana shularni bittasini biz bu yerga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yoki tuproqshunos yozadi, bu yerga rangiga qora deb yozadi. Yoki bir rangini qo'yib qo'ysa biz tushunishimiz kerak. Bir pastga qarasak qora. Namligi berilganda mana shu namliklarni nam deb qo'ysak ham bo'ladi. Lekin raqamlarni qo'yib bersak ham bo'ladi. Shuning uchun hozir biz birinchi hali endi o'rganishimiz uchun, tuproqshunos bo'lib yetmayotganligimiz uchun kerak bugun o'shani nomi bilan aytib turamiz. O'sha shuning nomi bilan yozib turamiz. Hali bir qo'ymaymizda, misol uchun quruq nam qo'yish degan joylar bor. Shularni o'zini yozib tursak ma'qulmi? Ma'qul. Sababi sifra qo'ysak, u hali professional bir doktorantlar sifra qo'ysa bo'ladi. Biz sifra qo'ymasa nomi bilan yozamiz.